quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan narsalar bo'lib ketdi deb gapirishdi. Travmatolog vrach bo'lgan edi. 54 yosh ekan, janozasida bo'ldim dedim. Toshkentda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajadagi voqea ro'y berdi. Gap shundaki, shifokor erkak ayoli hamda o'g'li tomonidan vahshiylarcha o'ldirildi. Biz dasturimizning avvalgi sonlarida ushbu voqeani o'rganib, mahalla faollari va marhumning qo'shnilari bilan suhbatlashgan edik. Otalari mahallada xirurg bo'lganlar ko'p, yoshlarga yordamlari tegan. Eriga ona bilan o'g'il bu tajovuz qilishgan. Qo'shnimizni morgdan avtobusda olib kelishdi. Ona bola yo'q. Qayerdan topilgan ularning jasadlari? Suvdan topishdi. Qora suvdan deyishdi. Bu namunali oilada bo'layotganiga hech kim tushunmayapti. Aniqlik kiritilishicha, ayol erini boshqa bir ayoldan rashk qilib, mudhish jinoyatga qo'l uradi va ushbu voqeaga katta o'g'lini ham sherik qiladi. Ish hujjatlarida keltirilishicha, dastlab ayol, o'g'il va ota birgalikda ovqatlanish uchun restoranga borishadi, so'ng esa uyga qaytadilar. Sarxush holatda kelgan ota uyquga ketadi. Erining uxlaganidan keyin ayol bir uchi to'qqa tiqilgan simni turmush o'rtog'iga tekkizadi. Tok urishi sabab uyg'onib ketgan erkak baqirishni boshlagan vaqt orqasidan o'g'li kelib uni bo'g'adi. Qarabsizki, ona va o'g'il maqsadiga erishadi. Erkakning umriga zomin bo'ladilar. Lekin bu bilan ish yakuniga yetmaydi. Ona va o'g'il jinoyatni yashirish maqsadida erkakning murdasini trekkerga ortib, kanal atrofidagi qamishlar orasiga yashirib keladi. Eng e'tiborlisi, marhum va uning ayoli ham shifokor bo'lgan. Xo'sh, mazkur jinoyat qanday fosh bo'ldi? Fojiani qilib qo'yilgan 4 kun 5 kundan keyin organ xodimlariga qo'ng'iroq bo'lgan. Shu erim kelmayaptilar, bu degandan keyin ular o'rganib chiqilgandan keyin bu hamma fojia, bu noma'qul ishlar xonadonni o'yida bo'lgan. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudining aynan mana shu sud zalida shifokor erkakni o'ldirgan ona va bolaga quyidagicha jazo tayinlandi. Sudlanuvchi ayolga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VP bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi o'g'ilga Sudlanuvchi erkakka O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VP bandi bilan 15 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Qanday qilib o'g'il otasini, ayol esa bir yostiqqa bosh qo'ygan turmush o'rtog'ini o'ldirishi mumkin? Eng e'tiborlisi, mazkur holat ziyoli, o'ziga to'q oilada ro'y berdi. Xulosa qiling. Biz shu o'rinda marhum erkakning ortida qolgan kichik o'g'liga hamda 2 nafar qiz farzandlariga hamdardlik bildiramiz.